Biz sizlar bilan birgalikda men shifokorman, sen o'qituvchisan kabi so'zlarni qanday tuzishni o'rgandik. Endi bu so'zlarni savol tarzida tuzishni ham birga o'rganamiz. Zayn fe'llari orqali savol tuzishda biz zayn fe'lini egalik olmoshdan oldinga o'tkazdiramiz. Ya'ni ich bin Lehrer bo'lsa, savol tarzida kelganda bin fe'li oldinga o'tadi va bin ich Lehrer shaklida savol tuziladi. Ya'ni ich bin Lehrer, men o'qituvchiman. Bin ich Lehrer, men o'qituvchimanmi? Xuddi shunday ikkinchi shaxsda ham du bist Sportler, ya'ni sen sportchisan. Bist du Sportler? Sen sportchimisan? Ist Student. U student. Ist Student? U studentmi? Sie ist Schülerin. U o'quvchi. Ist sie Schülerin? U o'quvchimi? Es ist Buch. Bu kitob. Ist es Buch? Bu kitobmi? Demak, mana Schülerin so'ziga ahamiyat beramiz. O'quvchi so'zi nemischada Schüler bo'ladi. Agarda biz uni uchinchi shaxs ayol kishi uchun ishlatadigan bo'lsak, in qo'shimchasini oladi. Bu boshqa kasblarda ham agar sportlar bo'lsa, ayol kishiga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, Sportlerin. Agarda Lehrer bo'lsa, ayol kishiga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsak, Lehrerin tarzida o'zgaradi. Endi esa biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydda bu ko'plik, ya'ni ko'plik birinchi shaxsda wir sind Freunde. Biz do'stlarmiz. Savol tarziga aylantirsak, sind wir Freunde? Biz do'stlarmi? Ihr seid Studenten. Sizlar studentsizlar. Savol tarzida seid ihr Studenten? Sizlar studentmisizlar? Sie sind Studenten. Ular studentlar. Sind sie Studenten? Ular studentmi? Sie sind Sportler. Siz sportchisiz. Sind sie Sportler? Siz sportchimisiz? Shu yerga ahamiyat berib qarasangiz, biz ko'plik ma'nosida kelgan zi bilan hurmat ramzi tarzida kelgan zini bir-biridan ajrata olamiz. Demak, ko'plik ramzida kelgan zi savol tarziga o'tganda sind sie Studenten so'zida zi kichkina harf bilan yoziladi. Agarda bu hurmat ramzi sifatida bo'lsa, sind sie Sportler so'zidagi zi katta harf bilan yoziladi. Biz mana shunga qarab, bu qaysi egalik olmosh ekanligini bilib olishimiz mumkin. Keyin uchinchi shaxsdagi zi, bu uchinchi shaxsdagi zidan keyin zayn fe'lini ist shakli qo'llaniladi. Ya'ni sie ist bo'lib kelgandan biz farqlay olishimiz mumkin. Va bu savol tarziga o'tganda ham istdan keyingi zi kichkina harf bilan yoziladi. Shaxs olmoshlari va zayn fe'lini qanday ishlashi sizlarga tushunarli bo'lsa, biz demak mustaqil mashqlarga o'tamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, qoldirib ketilgan nuqtalar o'rniga siz munosib to'g'ri keladigan zayn fe'lini joylashtirasiz. Videoni pauzaga qo'yib, o'zingiz mustaqil bu mashqni bajarishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Demak, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimiz xuddi mana shu mustaqil mashqlar, faqat bu ko'plikdagi shakli. Bunga ham biroz vaqt beraman. Bu yerda siz o'zingiz mustaqil videoni to'xtatib qo'yib, bemalol bajarib olishingiz mumkin. Va keyin esa biz buni javoblarini birma-bir keyingi slaydlarda ko'rsatib o'tamiz. Agarda siz bu mashqlarni tugatgan bo'lsangiz, biz mana mashqlarni javoblarga o'tamiz. Demak, ich bin Arzt. Men shifokorman. Du bist Arzt. Sen shifokorsan. Ist Arzt. U erkak kishi shifokor. Sie ist Ärztin. U ayol kishi shifokor. Es ist Tisch. Bu narsa. Endi biz buni keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydning javoblari. Wer sind Studenten? Sind wir Studenten? Ihr seid Freunde. Seid ihr Freunde?
Sie sind Studentin. Sind Sie Studentin? Sie sind Sportler. Sind Sie Sportler? Sizlar ham bu mashqlarni bexato bajardingiz deb o'ylayman. Agar xatolaringiz bo'lsa, mana shu slaydlar orqali to'g'rilab olishingiz mumkin. Demak, biz keyingi slaydimizga o'tamiz, ya'ni sein fe'llarini inkor shakli. Biz sizlar bilan men o'qituvchiman, men haydovchiman kabi misollarni qanday aytishni va ularni qanday savol shakliga o'zgartirishni o'rgandik. Endi bo'lsa, men o'qituvchi emasman demoqchi bo'lsangiz, siz bu so'zni qay tarzda tuzasiz? Demak, inkor shaklini tuzish uchun biz sein fe'lidan keyin nemischa yo'q, ya'ni nicht so'zidan foydalanamiz. Mana slaydda ko'rib turganingizdek, ich bin nicht Lehrer, ya'ni men o'qituvchi emasman. Du bist nicht Fahrer. Sen haydovchi emassan. Ist nicht Student. U talaba emas. Ihr seid nicht Freunde. Sizlar do'st emassizlar. Va mana shu tarzda boshqa shakllarni ham inkor etishingiz mumkin. Masalan, wir sind Studenten, wir sind nicht Studenten, shu kabi. Bu slaydimiz ham tushunarli bo'lsa, biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimiz mini dialog. Mana bu dialoglarni siz o'z daftaringizga yozib boring va bu dars borgan sari bu dialoglar ham kengayib boradi va o'zingiz har kun o'rganayotgan yangi so'zlar, yangi qoidalar orqali o'zingiz bu dialogni har xil tarzda o'zgartirib, yangi shakllarni tuzishingiz ham mumkin. Demak, boshladik. Hallo, hallo, wer bist du? Ich bin Ali. Bist du Student? Ja, ich bin Student. Bu dialogdagi so'zlar hammaga tushunarli deb o'ylayman va shuning uchun ham buni tarjimasini yozganim yo'q. Va shunday qilib biz bugungi darsimizni tugatamiz. Bugun biz sizlar bilan shaxs olmoshlari, sein fe'li va sein fe'li orqali oddiy gaplar tuzish, ularni inkor etish va savol tarziga o'zgartirishni o'rgandik. Darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz endi uyga vazifaga ham o'tsak bo'ladi. Uyga vazifa 3 ta mustaqil gap tuzing, keyin ularni inkor va savol shakliga aylantiring. Misol, ich bin Lehrer. Bin ich Lehrer? Ich bin nicht Lehrer. Va shunga o'xshash. Darslarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmang va keyingi darsda ko'rishguncha Auf Wiedersehen, bis nächster Unterricht.